going down like. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Massam. Xullas do'stlar, bugun Minecraftda meni hozir qishloqqa tashqariga chaqiryapti. Nima deyishiga hayronman. Menda ishi bor ekan, zaril ish. Xo'sh, tashqariga chiqaylik. Nima deyishiga juda qiziqyapman. Sizlar ham qiziqayotgan bo'lsangiz, hozirroq like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'sh, bo'lmasa ketdik. Qishloqning oldiga ketdik. Salom qishloqqa, nima gap? Bu nima? Bu sen aytayotgan o'sha mashinami? Ha, o'sha mashina. Xullas, Sam, gapni eshit. Seni multfilm Minecraftga yubormoqchimiz. Nima? Multfilm Minecraftga nimalar deyapsan qishloqqa? Men вообще tushunganim yo'q. Xo'p, qishloqqa bo'lmasa, men bilmasam, menimcha yo'q, bora olmayman u yerga. Yo'q, iltimos, borishing kerak, iltimos. Yer qanaqa bo'lishiga juda qiziqyapman, lekin bilmasam. Qiziqma, men senga rasmini tashlab yuboraman. Mayli, kutaman. Ana keldi. Qani? Ochib ko'raylikchi. Mana shumidi? Ha, xuddi shu. Demak, sen meni o'sha yerga yubormoqchisan, shundaymi? Ha, o'sha yerga yuboraman. Kerakli narsalaringni ol. Borasan o'sha yerga, u yerda xuddi meni ko'rasan, lekin o'sha yerda menga aytsang, apparatni yoqaman va seni o'zimizda Minecraftga qaytaraman. Ha, tushunarli. Bo'pti, mayli, men roziman. Ketdik do'stlar, nimalarni olaylik, narsalarni. Hop, menga non, pechenye, mana shu va 40 ta nima? Zumrad. Balki qishloqlar u yerda narsalar sotishar, men bilmasman. Mashal nimaga oldim bilmayman. Bo'pti, men shu yerga kiraymi qishloqqa? Bag bo'lyapti. Yo'q. Mayli. Bo'pti, eshikni yopaman va bo'pti. Yoqur. Hop. Voy. Do'stlar, nima bo'ldi? Eshikka nima qildi? Temir bloklargacha. Mayli, eshikni ochaman. Qishloqi, bu senmisan? O'zgaribsan. Bu nima? Nega bu musorlarni tashladingiz? Yo'q. Zumradlarim. Zumradlarim nega 24 ta? Tushib qo'yandir. Menimcha hozir qarab ko'r. Hozir qara yaxshilab o'tiramiz. Do'stlar, men zumradlarimni topdim. Qishloqi, men bu yerni ko'rib chiqamiz. Qishloqqa bu yer o'zgaribdi. Men seni ish stoling ham. Hattoki o'zing o'zgarmagansan. Haliyam sizlar hammangiz sabzilar, kartoshkalar, suvda ozgina o'zgarish bormi? Suvda daraxtlarda mana u daraxt bloklari o'zgaribdi. Yer ham, ayniqsa yer katta nima e'tibor talab qildi. Yer juda ham qaranglar. O'zgaribdi bu yer. O'tlarni qarang. Mana ham qaranglar. Juda chiroyli bo'lib ketibdi. Menga juda yoqdi aytmoqchi. Quduni qaranglar. Juda ajoyib. Mer uyimi? Merni uyida kim bor ekan? Kitoblar ham o'zgaribdi. Oynali bloklar, oynalar to'g'ri. Xo'sh. Endi mana ustunda ham ozgina o'zgarish bor. Mana nima bo'lardi? O'zgaribdi. Xo'sh, mana yerlarni qaranglar, asfalt qilingan joylarni. Qishloqqa salom, nima sotasan? Xo'sh. Nima? 7 zumradga bitta qog'oz? Nima bo'la, bobong bilan buvingni ham narxini qo'ydingmi? Bu yerda kim bor? Salom qishloqqa. Nima sotasan? Bitta o'q 16 ta. Bitta zumradga 16 ta o'q. Yaxshi qishloqqa. Yaxshi narxlar qo'yibsan. Mana tentakka o'xshab bitta qog'ozga 7 ta zumrad emas. Xo'sh, mushuk salom. Mayli, men negadir ko'rib qochib ketdi. Mayli, ichkariga kiramiz, uyga uxlab chiqaylik, uxlab olaylik ozgina. Juda charchadim lekin. Uyim o'zgaribdi. Salom qishloqqa, bu yerdan surcha, meni uyim bu. Yo'qol bu yerdan. Xo'sh, kravat ozgina o'zgaribdi. Oynali bloklar, stolim o'zgaribdi. Telefonim ozgina, mayli. Telefonim qo'yib qo'y. Yo'q. Qishloqqa qo'rqitib yubordim telefonim. Qishloqqa bu yerda kechasi bilan o'tirib chiqdingmi? Ha, tushunarli. Qishloqqa ko'chaga chiqamiz, yur. Bu nima bo'ldi? Mayli, menga nimasi yo'q, ahamiyati. Qishloqlar nimaga bu yerga bekinib oldingiz? Bu nima? Go'shtlar, chirigan go'shtlar nimasi? Atirgul. Atirgul juda ajoyib. Qishloqlar, mana qaranglar. Obunachilar, atirgul juda ajoyib chiqibdi.
idealniy bir u filmga tushib qolgandek. Men rostdan ham xuddi o'sha qishloqni ko'rsatgandek suratlar. Qishloq nima qilyapti tepada? Qoch. Salom. Temirchi. Qilich. O'qitilgan qilich ekan. 7 taga yaxshi, lekin bolta sotib olmayman. Mayli, bitta bolta va bitta qilich sotib oldim. Bolta ozgina o'zgarib. Qilich menimcha o'sha. Qishloqqa xursand bo'lyapti. Menimcha ulardan ancha vaqt hech kim hech narsa olmagan. Salom, sen nima sotasan? Temir kiyimlar. Temir narsa olib ketaman bugun, faqat mayli kerak emas. Qolgan nimalarchi? Qaranglar, u daraxtlarni o'zgargan juda ham. Gullarni qaranglar, gullarni qara, atirgul ustidan. Juda ajoyib. Daraxtlarni qara. O'zgargan daraxtlar. Blokka o'xshab qo'ygan, lekin bargga og'zi o'sha mana. Ana. Og'izlari ham o'sha. Qishlog'imiz juda ajoyib ko'rinyapti. Mayli, o'rmonchaga borib ko'ramiz, nari o'rmonga. Xo'sh, endi ketdik. Bu nima? Mayli, menga keragi yo'q. Pechene o'zgaribdi. Qaranglar, o'zgargan. Salom qishloqlar. Ana o'rmondan qaytyapti ovchi. Xo'sh, ketdik. Ana qo'ziqorin nimasini qaranglar, qo'ziqorin daraxti o'zgaribdi. Juda o'zgarishli ko'p, o'zgarishli o'tlarni qaranglar, oddiy holat o't. Shular ham o'zgargan hatto. Mana menimcha bu uncha o'zgarmagan. Hali ham o'sha. Yoki qanaqadir farq bor, men topa olmadim. Xo'sh, bu yerlarda nimalar o'zgargan? Ana dengizga borib ko'raylik. Yo'q, nima? Suvga. Xo'sh. Menimcha uncha o'zgarishlar yo'q. Lekin yaxshi bo'lib qopti. Lianalar bor ekan bu yerda. Qani tepaga. Chiqolmadim. Mayli, bu yerda hech qissa yo'q. Xo'sh, qo'ziqorin nima bu? Bu rostdan ham qo'ziqorin ekan. Mana o'sibdi. Yaxshi. Mayli, birorta qishloqqa berib yuboraman. Xo'sh, menga juda yoqdi bu yer. Gullar qaranglar, hattoki guli ham bor mana shu yerda. Juda ajoyib, menga yoqdi. Tushib ketdim. Mayli, bu yerda hech qissa yo'q. Endi ketdik. Menga nimadir xalaqit qilyapti. Tepada nima bor ekan? Xo'sh, chiqish yo'li bor. Hop. Mayli, eplolmadim. Mendan nima chiqmas ekan? Mana o'xshadi. Yaxshi. Shuni bunday chiqib o'tirmay pissam bo'ladi. Juda yaxshi ko'rinar ekan. Pechene almashib qoldi. Mayli. Mana qishloqqa olib boradigan tunnel, adashmasam. Anaqa videolarimni birida ko'rsatgan bo'lishim kerak. Xo'sh, kiramiz mana. Ajoyib, mana o'sha yo'l. Go'zallikchi. Mana. Ana o'sha qishloqqa qisqa va nima yo'l. Yaxshi, mana gulli qaranglar, suv 8 oy bor ekan mana suv. Xo'sh. Yaxshi, lekin menga juda yoqdi. Qishloqlar salom. Bu yerda odamlar xushmuomala, lekin bu xuddi o'sha qishloq ko'rsatgan filmga o'xshaydi. Bu qanaqasiga ixtiro qilgan bo'lishi mumkin? Qishloqi, qayerdasan? Mayli, men qishloqni topib uyga ketishim kerak. Menga bu yer juda yoqdi, lekin men uyga qaytmoqchiman. Ana o'richakni bosib yubor va meni ortga qaytar. Xo'p, bo'pti. Tushunarli bo'pti. Xayr, hammangizga rahmat. Menga juda yoqdi bu yer.